Assalomu alaykum. Stoyash quydirajak qo'p qiziqib ko'rib birganlar uchun mana yana bir obyektimizni bitirdik. Yana bir stoyashkimizni. Bu Biruniy Ofida Qanşartalda O'razbay akaning uyining stoyashkisini bitirdik. Bu yerda 165 kvadrat stoyashka bo'ldi, 41 metr bordyur bo'ldi. Bu yerga ketgan общий xarajat pulini aytsam 11.400.000 so'm ketdi. 41 metr klyonka ketdi. 5 zil chaga ketdi. Chaganing 1 zili o'shdi. 2 kamaz 1 zil shibintash ketdi. 1 zil budkamin ketdi. Bordyori 41 metr bo'ldi. Mana bu yerdan boshlandi bunday deb mana. Bordiyorning balandligi bu yoqqa 1.20 bo'ldi. Ana yonda da quygan yerimiz bor, hozir ko'rsataman. Buni oqshom bitirgan yerimiz. Buni bo'lsa mana kelgan kunimiz ishlab bitirgan yerimiz bu ko'ydi o'zi mana. Bu yoq bitina chertak bo'ladi. Shu mana chertakning tombalog'imi shuni ham qo'yib berdik buni. Bu yog'ining bordiyorning balandligi 1.10. Ana yoq biti ham 1.20 edi.